Do'stlar, qandaysizlar? Assalomu alaykum. Sizlarga bir ishlarni ko'rsatay. Короче, mana topshirilgan joy. Bilmadim nimagadir har yerida chala joyi bor mana shunaqa. Mana shu yerga уголник qo'yib, rodband qilib, shpakilovka qilib, kraskaga tayyor qilib berishim kerak. Har yoqda ana shunaqa mayda-chuyda ishlar bor. Mana bitta kafe ishi bor. Mana bu eskilarni olib tashlashgan nimagadir. Qaytadan men yangini bosib boshladim mana. Shularni qilyapman mana. Shpakilovka qilinadi, kraskaga tayyor qilib beriladi, короче. Mana bitta ham. Mana shunaqa kasaklarni to'g'rilab berish kerak. Bu qayerdan kelib qoldi? Olmaxondan olib kelganmikan buni? Bu yer turistlar keladigan mehmonxona. Mana bu yerda plyaj bor. Buni ham bir ish yo'q payti ko'rsataman. Mana bittasi tugadi do'stlar. Endi mana bu xonaga o'tdim. Mana pasani qildim hozir. Ikkita kafe qo'ydim. Endi bu yog'iga oq kafe bosiladi mana shu korobga. 6 qator. Mana do'stlar, ikkinchi xonamiz ham bo'ldi. Mana bu nimaga ochiq qoldi desanglar, bu o'zini kafelar qo'yildi o'rniga. Boshqa kafelar ekan, shunaqa kafelar. Shunga bir ochib qo'ygan. Endi buni zatirka nima bilan yo'q qilamiz. Bu yog'i cho'tka. Mana bu 3-xona. Bunda faqat korobni o'zi bor ekan. Yonboshlari devorlar qilingan. Mana shu korobga kafe bosib, tepasini rodband bilan shpakilovkasini urib qo'ysa bo'ldi ekan. Mana bu xona ham tugadi do'stlar. Endi tepasini mana bittaga уголник qo'yib qo'ydim, ulab. Rodband bilan X loy shpakilovka bersa tamom, kraskaga tayyor. Mana bunda уголник qo'yildi. Ustida bitta shpakilovka bersa tamom. Mana bu yerga ana ikkita plyontus qo'yib yubordim. Chiroyli bo'lib qoldi ana. Mana shu yerga rodbandlarni berib qo'ysam, shpakilovkaga tayyor. Va nihoyat kafel ish tugadi. Endi hozir sizlarga rezultatni ko'rsataman. Ketdik. Mana общий shpakilovka, zatirka, уголникларni qo'ygandan keyin mana shunaqa bo'ldi.